Parkent Malina Telegram guruhi obunachisi Yahyoxondan kelgan savol. Bir tup malina ko'chati sezonda necha kilo hosil beradi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli dehqon opalar, dehqon akalar, ustozalar, dehqonimiz so'rabdilar. Bir tup malinada qancha kilogramm malina olsa bo'ladi? Bu juda ham qiyin javob. Javob deyarli topish qiyin bu nimaga? Savolga. Sababi endi bu reklama. Internet va boshqa bular reklama, biroq bir tup malinani topish u qiyin o'zi masala. Sababi hozir misol bir tup malina eksangiz, keyingi yil 4, 5, 6, 7, 10 tagacha chiqib ketadi-da. 1 gektarga misoli 10 ming ta ekasizmi yoki 5 ming ta ekasizmi, hammasi tekis to'lib qoladi 2 yildan keyin. O'sha uchun yo gektarga yo sotiga hisoblanadi malina yoki pagonometr deydi, metrga qarab hisoblanadi. O'sha uchun asosan xarakteristika yozganda gektaridan deb yozadi-da. Masalan, polkada gektaridan 12 tonna, palanadan 16 tonna, Enrastadira misol 20 tonna, Delneva 17-20 tonnada. O'sha uchun gektarga yoziladi. Gektarga qancha malina ekiladi, endi u har kim har xil shartiga qarab ekadi. Asosiy hosildorlik sizda birinchi o'ringa agrotexnikangizga qaraydi. Yaxshi navli malina ekib olib, yaxshi qaramasangiz, mesnidan ham ozroq ko'chat hosil olib qolishingiz mumkin. Mesni ekib ham agrotexnikasini chiroyli qilib, ozuqalarni yaxshi qarasangiz, suvlarni ko'ngil bursangiz, hosil yaxshi olishingiz mumkin. O'sha uchun eng birinchisi bu sizda ishlash texnologiyasiga, agrotexnikasi, oziqlantirish, sug'orish, keyingisi albatta bu navga qaraydi. Navni ham yaxshisini tanlasa yaxshi beradi inshaalloh.